Assalomu alaykum do'stlar. Patologiya kurslarimizdan bugungi mavzuyimiz hujayra shikastlanishi haqida gaplashamiz. Hujayra shikastlanishi bu nima? Hujayra shikastlanishi bu tashqi yoki ichki muhit o'zgarishlari natijasida to'qima yoki organda stress omiliga nisbatan javob reaksiyasi hisoblanadi. Hujayra shikastlanishi. Hujayra shikastlanishi sabablari quyidagilardan iborat bo'ladi. Mana sabablari. Bulardan birinchi sabab bu gipoksiya holatlari. Gipoksiya. Ya'ni gipoksiya nima degani? Gipoksiya bu to'qimalardagi, ya'ni hujayralardagi kislorod miqdorining kamayishi. Kislorodning kamayishi bu gipoksiya hisoblanadi. Ishemiya nima? Ishemiya esa to'qima a'zolarga yetarlicha kislorod bilan ta'minlanmaslik hisobiga qon oqimini, ya'ni yetarlicha qon kelmasligi bu ishemiya deyiladi. Demak, bir-biriga bog'liq. Gipoksiya nima? Bu to'qimalarda kislorodning yetishmasligi. Agar qonda kislorodning yetishmasligi nima degani desa, qonda kislorodning yetishmasligi bu kamayishi gipoksemiya deyiladi. Gipoksemiya qonda kislorodning kamligi, to'qimalarda kislorodning kamligi esa gipoksiya deyilar ekan. Demak, bu jarayonlar bir-biriga juda ham bog'liq bo'ladi. Shu sababli aytib o'tish bu joiz deb topdim. Va ishemiya holati aynan mana shu ikkala holatning natijasida kelib chiqadi. Ishemiya, ya'ni kislorod qonda bo'lish hisobiga o'sha to'qimalarni kislorod bilan ta'minlaydi va o'sha kislorodlarga oziq-ovqat to'qimalarni oziq-ovqat bilan ham ta'minlab beradi. Aynan ana shu oziq-ovqat va kislorodning yetarlicha yetib bormasligi hisobiga hujayralarda gipoksiya holatlari yuzaga kelish ehtimolligi bor. Ikkinchisi biologik holatlar, ya'ni biologik faktlar. Biologik omillarga asosan infeksiyalar kirishi mumkin, virus bo'lishi mumkin, bakteriya bo'lishi mumkin yoki zamburug'lar bo'lishi mumkin. Fizik omillarga har xil travma, nurlar ta'sirida, fizik ta'sirlar. Kimyoviy omillarga esa zaharlar, har xil kimyoviy preparatlar, dorilar ta'sirida. Immun sistema, ya'ni autoimmun kasalliklar asosan genetik moyillik hisobiga paydo bo'ladi. Genetika, ya'ni genetikaning buzilishi, asosan DNK, RNK, mana shu organizmning genida o'zgarishlar bo'lishi aynan sindromlar bilan, xromosoma kasalliklar, masalan, Down sindromlari. Keyin oziqlanishning buzilishi va qarish jarayonlari asosiy hujayraning shikastlanishiga sabab bo'lar ekan. Bulardan biz bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan narsa bu gipoksiya hisoblanadi. Gipoksiya aytib o'tdik, ya'ni kislorodning kamligi to'qimalarda, qonda emas. Demak, gipoksiya hisobiga mana bu kislorod kam. Demak, kislorod kam bo'lgandan keyin nima? ATF miqdori ham kam bo'ladi. ATF miqdori kam. Nima uchun ATF miqdori kam bo'ladi agar kislorod kam bo'lsa? Bunga sabab biz mana bu jarayonga ahamiyat beramiz. Ya'ni glikoliz jarayoni bor. Bizda Krebs siklida asosan bizda aytaylik, Krebs sikli asosiy energiya manbai hisoblanadi. Bu mitoxondriyada amalga oshadi va buni fonida glikoliz jarayoni bo'ladi. Glikoliz jarayoni ikki bosqichda bo'ladi. Birinchisi kislorodli va kislorodsiz bo'ladi. Kislorodli bosqichida biz bilamiz, masalan, glyukoza S6H12O6. Kislorod ta'sirida karbonat angidrid, suv va plus 36 molekula ATF hosil qiladi. ATF. Kislorodsiz bosqichda bo'ladigan bo'lsa, bunda bu glyukoza parchalanadi. Bu parchalanadi. Parchalanish hisobiga sut kislota hosil bo'ladi. 2 molekula sut kislotasi hosil bo'ladi. Va plus 2 mol ATF hosil bo'ladi. Bunda, ya'ni kislorodsiz muhitda ko'ryapsizlar, juda ham oz kislorod hosil bo'ladi. Mana ATF nima degani? ATF bu yerda energiya, ya'ni quvvat manbai hisoblanadi. Quvvat manbai. Aynan mana shu energiya hisobiga organizm ishlaydi. Demak, ATF energiyasi kislorod hisobiga kamayib ketadi. Buni hisobiga nima bo'ladi organizmda?
Buni hisobiga mana bu joyda birinchi holatda natriy kaliy atefaza ishdan chiqadi. Ya'ni buni ishlashi uchun ATF kerak bo'ladi. ATF energiya sarflaydi, natijada ADFni hosil qiladi va natriy kaliy darvozasi bo'ylab natriy bilan kaliy hujayra ichidan tashqariga, ya'ni almashadi. Ikkinchi holatda esa anaerob glikoliz miqdori oshib ketadi. Buni hisobiga kislotali muhit ko'payib ketadi. Ya'ni to'qimada kislotalik muhitning oshib ketishi bu atsidoz deyiladi. Ya'ni pH muhit tushib ketadi. Va uchinchi holatda esa kalsiy miqdori oshib ketadi. Biz hozir sizlar bilan mana shu 3 holat haqida gaplashamiz. Birinchi holatimiz bu natriy kaliy atefazaning bloklanishi haqida gaplashar ekanmiz. Buni tushunishdan oldin biz sizlar bilan hujayrani potensialiga ahamiyat berishimiz kerak. Masalan, hujayra potensiali. Hujayra potensiali ikki xil bo'ladi. Hujayra potensiallik, ya'ni tinchlik potensiali bor. Tinchlik potensiali va harakat potensiali. Harakat potensiali. Har bir hujayra mana shu potensiallik asosida ishlaydi. Doim tinchlik potensialidan harakat potensialiga, harakat potensialidan tinchlik potensialiga o'tib turadi doimo. Endi normada o'rtacha olib qaraganda hujayrada -70 millivolt ga teng bo'ladi hujayrani normal holatda. Endi qaranglar. Bitta hujayra, mana bu hujayra deb tasavvur qilsak, bu hujayra normada hujayra ichidan 3 ta natriy chiqib ketadi. 2 ta kaliy kiradi normada. Shuni hisobiga hujayra ichida normada hujayra ichida minus ionlar, hujayra tashqarisida esa plus ionlar miqdori ko'p bo'ladi. Mana bu holatda. Demak, bu yerda plus ionlarni natriy beradi. Minus ionlarni esa kaliy beradi bu yerda. Demak, nima ekan? Normada hujayra ichida, ya'ni tinchlik potensialida hujayra ichida kaliy miqdori ko'p bo'ladi, natriy esa hujayra tashqarisida ko'p bo'ladi. Bu normada edi. Endi vaqt o'tishi bilan hujayra potensiali harakat potensialiga aylanadi. Ya'ni tinchlik potensialidan harakat potensialiga qarab harakatlanadi. Bu qanday bo'ladi? Mana bu hujayra potensialini bir holatda ko'ramiz. Mana qarang. Demak, -70 millivolt da belgilanadi bu tomon. Bu yoq esa vaqtda. Ya'ni millisekundlarda vaqt. Hujayralar asosan +40 millivoltgacha harakatlanadi. Ya'ni mana bu minusdan qancha hujayra ichiga plus kirgan sari minus hujayra potensiali, ya'ni -70 ga teng bo'ladigan bo'lsa, hujayra potensiali. Endi qancha hujayra ichiga natriy kirishni boshlasa, bu asta-sekinlik bilan plus tomonga qarab harakatlanadi. Mana. Demak, mana bu shu tarzda harakatlanadi. Xo'p, hujayra potensiali dastlab yuqoriga ko'tariladi, barqarorlashadi. Mana hujayra ko'tarilyapti, barqarorlashyapti, ya'ni tenglashyapti va pastga tushyapti. 3 xil holatda. Buni hammasi quyidagi ionlar. Birinchi bo'lib natriy, kaliy va kalsiy ionlari orqali hujayra ichiga kirishi yoki chiqishi hisobiga qarab o'zgaradi.
Demak, hujayra potensiali qanday boshlanadi? Hozir aytib o'tganimizdek, yuqoriga ko'tarilishi orqali. Yuqoriga ko'tarilishi uchun natriy hujayra ichiga kirishi kerak bo'ladi. Hujayra ichiga natriy kiradi. Hujayra ichiga natriy kiradi. Mana. Va natriy kirgan sari, hujayra ichiga natriy kirgan sari bu yerda plus, ya'ni dastlab minus edi-ku kaliy hisobiga. Endi mana bu ionlar pluslashib boradi, ya'ni plus ionlar ko'payib boradi. Va ma'lum bir potensial energiya yetgandan keyin hujayra ichida bu yerda kalsiyning darvozalari ochilishni boshlaydi. Va kalsiy hujayra ichiga kirishni boshlaydi. Kalsiy ionlari hujayra ichiga kiradi. Natijada hujayra ichida ionlar soni oshib ketadi. Hujayra ichiga ionlar soni oshadi. Mana. Endi natijada keyinchalik yana ma'lum bir energiya yetgandan keyin kaliy hujayra ichidagi kaliy esa hujayra tashqarisiga chiqishni boshlaydi. Chunki bular hujayra tashqarisiga manfiy ionni beradi. Mana bu tarzda. Endi qaranglar, tasavvur qiling, hujayra ichi plus ionli, hujayra tashqarisi esa minus ionli. Lekin normada qanaqa edi? Teskarisi edi. Hujayra ichi manfiy edi, hujayra tashqarisi esa musbat, ya'ni plus edi. Endi hujayra harakat potensialida bu narsa teskarisiga aylanadi. Demak, hujayra harakat qilish uchun hujayra ichida nima bo'lishi kerak? Plus ionlar miqdori oshishi kerak. Hujayra tashqarisi esa manfiy ion bo'ladi. Bu normada harakat potensiali shu tarzda amalga oshadi. Endi mana shu joyda bitta narsa bor. Kirayotgan kalsiy, hujayra ichiga kirayotgan kalsiy bilan chiqayotgan kaliy miqdori tenglashgan vaziyat bu bizda plato fazasi deyiladi. Ya'ni mana bu ikkinchi davr, ya'ni barqarorlashish davriga to'g'ri keladi mana bu joy. Barqarorlashish davri tenglashgan davr hisoblanadi. Ya'ni hujayra ichidagi va hujayra tashqarisidagi zaryadlar soni tenglashadi. Mana bu holat plato fazasi deyiladi. Plato fazasi. Kalsiy bilan kaliyni zaryadlari tenglashadi. Ya'ni kirayotgan kalsiy chiqayotgan kaliyga teng bo'ladi. Keyinchalik kaliy miqdori ko'payib ketadi. Xo'p, endi bu paytda demak hujayra ichida plus, hujayra tashqarisida minus ionlar ko'paydi. Endi bu orqaga qaytish kerak, ya'ni yana harakat potensialidan tinchlik potensialiga o'tish kerak. Bu uchun bizga mana bu joydagi darvoza kerak bo'ladi. Ya'ni buni nomi natriy kaliy atefaza. Bu ishlashi uchun har doim atef kerak bo'ladi. Bu ishlash uchun doim atef kerak bo'ladi. Atef. Bu atefni oladi, o'ziga o'zlashtiradi, natijada adefni hosil qiladi. Agar bizda kislorod yo'q bo'lsa, natijada atef energiyasi kam bo'lsa nima bo'ladi? Aynan mana bu darvoza ishlamaydi. Natijada atefdan foydalanmaslik hisobiga hujayra mana bu hisobiga, ya'ni mana bu darvoza normada o'zi natriyni, hujayra ichidagi plus ionlar natriyni hujayra tashqarisiga chiqarib yuborish kerak va kaliyni esa hujayra ichiga olib kirish kerak. Endi bu ishlamayapti. Nimaga? Chunki atef yo'q. Atef kam yoki. Buni hisobiga natriy kaliy atefaza ishlamayapti. Hujayra ichida plus ionlar, hujayra tashqarisida esa minus ionlar ko'payib ketyapti. Bu nima bo'ladi endi? Bu shunday turib bo'lmaydi. Buni hisobiga natriy hujayra ichida ko'payib ketadi natriy, hujayra tashqarisida esa kaliy miqdori ko'payib ketadi. Endi hujayra ichidagi natriy nima qilib qo'yadi? Nima qiladi? Bu natriy bu osmotik modda hisoblanadi. Masalan, bitta natriy o'ziga 10, 15, hatto 20 tagacha suvni, H2O, ya'ni suvni biriktirib olish xususiyatiga ega. Buni hisobiga bu yerda suyuqlik hajmi oshadi. Ya'ni interstitsial to'qimalardan o'ziga suyuqlikni tortib oladi natriy. Buni hisobiga hujayra ichida suyuqlik hajmi oshadi va bu nima degani? Bosimning oshishiga sabab bo'ladi. Bosim oshadi. Bosimning oshishi esa bu shishga sabab bo'ladi. Ya'ni hujayra shishi. Hujayra shishyapti. Ya'ni shish. Bu shish esa mana buni
endoplazmatik to'r, ya'ni endoplazmatik retikulumni tasavvur qilamiz. Endoplazmatik bu donador endoplazmatik to'r. Masalan, mana bu joyda ribosoma joylashgan bo'ladi. Ribosoma nima qilib beradi bizda? Oqsil sintezida javobgar. Mana bu esa endoplazmatik to'r. Bu, ya'ni ribosomaga ta'sir qilishi hisobiga o'zidan erkin oqsillarni, ya'ni proteinlarni ishlab chiqaradi. Bu oqsillar hali yetilmagan oqsillar hisoblanadi. Buni biz abnormal protein deb nomlaymiz. Abnormal proteinlar. Abnormal proteinlar esa o'z navbatida vazifalarni bajara olmaydi va hujayrani shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, bu holatni yana bir qaytaraman. Demak, hujayra ichida plus ionlar, ya'ni natriy miqdori ko'payib ketdi. Nimani hisobiga? Chunki ATF kam. Bizda kislorod kamligi hisobiga ATF kam. ATF nima uchun kerak edi? Natriy kaliy ATFazani ishlashi uchun kerak edi. Natriy kaliy ATFaza ishlaganida hujayra ichidagi natriy tashqariga chiqib, hujayra tashqarisidagi kaliy hujayraning ichiga kirish kerak edi. Ya'ni tinchlik potensiali tomon harakat qilishi kerak edi. Demak, ATF yo'q, ATF kam. Buning hisobiga natriy kaliy ATFaza ishlamayapti. Bu esa mana bu hujayra ichida natriyning ko'payib ketishiga sabab bo'ldi. Natriyning uzoq muddat va juda ham ko'p miqdorda ko'payib ketishi esa osmotik modda bo'lganligi sababli, osmotik xususiyatga ega bo'lganligi sababli o'ziga bitta natriy o'ziga 10 tadan 20 tagacha suvni biriktirib oladi. Bu esa hujayra ichida gidrostatik bosimni oshishiga sabab bo'ladi. Gidrostatik bosimning oshishi esa hujayra shishiga sabab bo'ladi. Ya'ni hujayra shishadi. Va bu esa endoplazmatik to'rga ta'sir qildi. Endoplazmatik to'r o'zidagi ribosomasini tashqariga chiqarib yuboradi, ya'ni erkin ribosomani chiqarib yuboradi va undan ribosomadan abnormal, ya'ni hali yetilmagan proteinlar sintezlanadi. Ya'ni chiqib ketadi. Endi bu yetilmagan proteinlar esa hujayralardagi, ya'ni sitoskelet apparat bor edi bizda. O'sha sitoskelet bu hujayrani strukturasini ushlab turuvchi modda hisoblanadi. Ushlab turadi. Va u sitoskeletga yetarlicha oqsil yetib bormasligi hisobiga u yerda sitoskelet o'zining vazifasini bajara olmay qoladi. Bu esa hujayralarda, ya'ni keyinchalik hujayra o'zining shaklini yo'qotadi, ular o'zi nobud bo'ladi, ya'ni shikastlanadi. Shu orqali. Demak, biz ko'rib chiqdik, natriy kaliy ATFazani bloklanishini ko'rib chiqdik. Endi anaerob glikoliz hisobiga qanday hujayra shikastlanishi mumkin? Demak, buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, anaerob glikoliz hisobiga hozir aytganimizdek sut kislota hosil bo'ladi. Glukoza parchalanib turib, sut kislotani hosil qiladi. Sut kislotani hosil qiladi. Bu esa hujayralarda kislotalikning oshib ketishi bu atsidoz deyiladi. Atsidoz. Va aynan pH miqdori tushib ketadi. Bu nima qiladi? Ya'ni pH miqdorining tushib ketishi bu mana bu ko'rib turgan DNK zanjiri bu. DNKni mutatsiyaga uchratishi mumkin. Mutatsiya yoki mana bu joydan uzib yuborishi mumkin. Ya'ni zanjirning uzilishi va mutatsiya. Xo'p. Keyin esa aynan mana bu pH miqdorining kamayib ketishi, ya'ni kislotalik miqdorining ortishi atsidoz holatida hujayra ichidagi lizosomalar poralar, ya'ni teshiklarni hosil qiladi. Masalan, hujayra bo'lsa, mana shu hujayra ichida lizosoma bor, organoid. Mana shu lizosomani o'zi mana bu membranalarda o'zini teshiklarni hosil qiladi mana bu joylarda. Ya'ni teshiklarni hosil qilib, o'zini ichidagi lizosomal fermentlarni hujayra sitoplazmasiga chiqaradi. Lizosomal fermentlar.
fermentlarini. Buni hisobiga boshqa organoidlarni eritib yuboradi. Bu esa hujayra shikastlanishini bir turi hisoblanadi. Uchinchi holatda esa, ya'ni kalsiy miqdorining ortib ketishi. Bu nimaga olib keladi? Kalsiy miqdorining ortishi. Biz bilamizki, hujayra ichida harakat potensialida kalsiy miqdori ko'payib ketgan edi. Kalsiy miqdori juda ham ko'payib ketgandi. Lekin bu kalsiylar chiqib ketishi kerak. Mana bu kalsiy kanallari orqali hujayraning tashqarisiga chiqib ketishi kerak. Bu kalsiy ATF energiyasi hisobiga ishlaydi. Masalan, mana bu kalsiyni chiqarib yuborish uchun ADF ga aylanadi. ADF ga aylanadi. Mana bu joyda 40 kilojoule energiya kerak bo'ladi. Lekin bizda ATF yo'q. Bunga kalsiyni hujayradan tashqariga chiqarish uchun nima yo'q? Energiya yo'q. Va natijada kalsiy hujayra ichida ko'payib ketadi. Endi hujayra ichida kalsiyning ko'payib ketishi qanday oqibatlarga olib keladi? Birinchi o'rinda proteazalar miqdorini aktivlaydi. Ya'ni proteaza oqsillarni parchalovchi ferment hisoblanadi. Proteazalarni aktivlaydi. Proteaza. Buni hisobiga proteazalarni aktivlash hisobiga hujayralardagi sitoskelet bor, ya'ni strukturasini, tuzilishini, o'sha hujayraning shaklini ta'minlab beradigan hujayralar bor, tuzilmalar bor. Aynan mana shu tuzilmalarni parchalab yuborishiga sabab bo'ladi. Sitoskelet. Endi bu esa hujayrani o'sha nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ikkinchi bo'lib, lizosomal fermentlarga ta'sir qiladi. Masalan, mana bu lizosoma bo'lsa, mana shu lizosomadan lizosomal fermentlar ishlab chiqaradi. Lizosomal fermentlar. Bu fermentlar hujayra ichidagi boshqa organoidlarni eritib yuboradi va bundan tashqari endonukleaza, ya'ni endonukleaza fermentini aktivlab qo'yadi. Bu endonukleaza. Bu endonukleaza esa DNKni zararlab qo'yadi. Xo'p, undan keyin eritadi deb. Ya'ni boshqa organoidlarni, sitoplazmada joylashgan boshqa organoidlarni lizosomal fermentlar hisobiga eritib yuboradi. Mitoxondriyaga ta'sir qiladi. Mana bu joyda mitoxondriya turibdi. Mitoxondriyaga qanday ta'sir qiladi kalsiy? Buni hisobiga bundan sitoxrom C oqsili sintezlanadi. Bu oqsil sitoplazmaga chiqqandan keyin bu kaspaza degan oqsillarni aktivlab yuborish hisobiga apoptoz qiladi. Ya'ni hujayraning programmalashtirilgan o'limi apoptozga sabab bo'ladi. Va hujayraga yana kalsiy mana bu membranalarga ta'sir qiladi. Ya'ni membranada joylashgan o'sha fosfolipazalarni aktivlab qo'yadi. Fosfolipazalar esa membranani zararlaydi. Fosfolipazalar membranani zararlaydi. Natijada hujayra butunligi yo'qoladi. Demak, kalsiy miqdorining ko'payib ketishi hujayrada aynan mana shunday sabablar, ya'ni jarayonlarga sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, bugun sizlar bilan gipoksiya haqida gaplashdik. Mana bu holatda, demak, mana gipoksiyada kislorod miqdori kam bo'ladi, ATF miqdori yetishmasligi hisobiga natriy kaliy ATFazani bloklanish holatlarida qanday qilib hujayra shikastlanishi mumkin? Anaerob glikoliz hisobiga qanday qilib hujayra shikastlanadi? Kalsiy qanday miqdori ko'payib ketganda qanday qilib hujayra shikastlanishi haqida gaplashdik.